Semirtiradigan dorini reklama qilasiz, zarari bormi deyotganlar uchun umuman zarari yo'q. Men har doim ichaman, 3 yildan beri ichib. Bu simirtiradigan dorini bitta zarari bor. Shuni bu Chevenchxon sizlarga aytmayapti, xudolar. Bu semirtiradigan dorini ichganlaringizdan keyin ko'rko'tancha qichiyib boshlaydi. Mana Chevenchxonni qarang, klublarga borib ko'tini mana shunday qimillatib Sizlar ham ichgandan keyin ko'rko'tancha qichiydi, xudolar, qudag'aylar. Ichmangizlar bu narsani. Mana 3 yildan beri Chevenchxonni ko'ryapsizlarmi? Klub. Buni sarishtaqa bo'lmay ichdingizlar, ko'rko'tanga qurt tushdi. Anakay, ketdingizlar keyin harakaga eshakdan klub qayerdik. To'ylar muborak. Chevenchxon dorini tashlaysiz ham. Qichig'i qoladi ko'tda. Bosingizlar.